4-qadam. Bu qadamda manbada bergan sir ko'rsatilgan. Sizning xatolaringiz bu sizning shaxsiy identifikatsiyangiz desak ham bo'ladi. Hech kimning xatosi siznikiga o'xshamaydi. Eski usulda nima bo'lgan? Xato qilasiz, qizil rang chiziladi, keyingi savolga o'tasiz, keyin o'sha xato butkul yo'q bo'lib ketadi hayotingizdan toki imtihonda yana qaytadan chiqmaguncha. Agar imtihonda chiqib qolsa, bu savolni oldin ishlagan edim-ku, qayerdadir deb afsuslanib qolasiz. O'zbekistonda esa boshqacha. Siz xato qilgan har bir savol avtomatik takrorlash navbatiga tushadi. U siz to'g'ri yechmagunga qadar qaytib kelaveradi. Toki o'zlashtirmaguningizgacha. Birinchi videoda aytganimizdek, sen unutsang ham u unutmaydi. Mana shu sistema. Siz xatoni unutasiz, tizim eslab qoladi va aynan o'sha mavzu bo'yicha savollarni qaytaradi va sizni kundan kunga kuchaytiradi. Eng yaxshi joyi, bu tizimli jarayon har bir abituriyent uchun boshqacha, chunki har kimning xatosi boshqa. O'zbekiston adaptiv tizimi sening zaif joyingga moslashadi. Qolgan tizimlardagidek hamma uchun bir xil emas. Bitimgacha aytganlarimga rioya qilsangiz, imtihon kuni har bir savol sizni hayron qoldirmaydi. Hammasini allaqachon ko'rgan va moslashgan bo'lasiz.